Ko'ryapmiz mana hozir maktab bolalari mashinani minib ko'chaga chiqib, masalan BMW mashinasini, Mercedesini otasi olib bergan, o'zi olmagan. Otasi olib bergan mashinani ko'chaga olib chiqib turib poyga o'ynayapti. Ha? Bu muammo. Bularni nima deyiladi? Yo'l harakati terroristlari deyiladi. Terror bu. Yo'l harakatini terroristlari bilan. Ko'chaga chiqqandan keyin yo meni akamni, ukamni, o'g'limni, bolamni, ayolimni urib ketish xavfi bor. Sizni yo meni. To'g'rimi? Ha. Bularga qanaqa jazo qo'llanilyapti? 10 sutka, 15 sutka boshqa qo'llanilyapti. Meni taklifim. Do'stlar, shuni tarqatamiz kesib. Meni taklifim. Maktab bolalari otasini mashinasini ko'chaga minib chiqib, mana shunaqangi ya'ni hashamat odamlarga ko'z qilib, riyo qilib, haydab poyga o'ynaganlar yo'l harakati qoidasini buzgan bo'lsa, ana shu mashinani musodara qilish kerak. Musodara qilganda ikkita yo'l bor. Bittasi xalqni ko'zini o'ngida maydalab tashlash kerak. O'sha BMWsi bormi, boshqa Mercedes'i bormi, xalqni ko'zini o'ngida maqsad mashinani olib o'zlashtirish emas, maydalab tashlash kerak. Nima bo'ladi? Maqtanadigan narsasi qolmaydi. Ana u bolachalarning kibri, dadasini bee'tiborligi yo'qoladi. Odamlar o'ylaydi. Shuni ya'ni deputatlar palatasi qonun qabul qilish masalasida taklif qilib kiritsa zo'r bo'lardi. Taklifim albatta bu. Buni taklif qilib kiritishdan maqsad yo'l harakati terrorini oldini olish. Mashinani yo'q qilmaylik, isrof bo'ladi desak, unda ichki ishlarga berish kerak uni. GAI xodimlarini xizmatiga berish kerak uni. Davlat xodimlarini xizmatiga o'tkazish kerak, uni 102 ni yozib, palasasini chizib turib, xalqqa xizmat qilsin. Lekin shunaqangi ko'chaga chiqib olib mashinasini maqtanib poyga o'ynayotganlarning mashinasini musodara qilish kerak. Qonunga amal qilsin. Xohlagan narsasiga sakrab yurmasin. Nima demadinglar?